Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sotuvimizda Amir Temur mahallasidan 8 sotuvli hovlimiz bor. Bu yerda maktab, bog'cha, Musofir ota masjidiga yaqin joyda uni ichkarisini ko'ramiz. Hovlimizda ichida 3 ta yashaydigan xonasi, отдельно oshxonasi bor. Xonalarni ketma-ket ko'rib o'tamiz. Bu yerda birinchi xonamiz. Remontlar o'rta holatda, bemalol kirib yashasa bo'ladi. Bu yerda bitta xonamiz bor. Gazdan muammosi yo'q. Keyingi xonalarni ko'rsatamiz. Bu esa 3-xonamiz. Oshxonani ko'rsatamiz. Bu yerda esa oshxonamiz bor. Gazdan muammosi yo'q. Bu yerda esa tandrayor, hozir sanuzel. Bu hovlimiz общий 8 sotixdan iborat. Buni narxiga keladigan bo'lsak 400 million deyishyapti. Bizda obunachilar kelishtirib berishadi. Ko'chani boshidan lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Bu hovlimizga qo'shimcha tarzda ustaxona mavjud. Buni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu hovlimiz lokatsiyasi juda zo'r. Chap tarafda Musofir ota masjidi, o'ng tarafda esa temir yo'l vokzali bor.